Hürmetlik vatandaş leksiyalarımızın davamlaştırımız. Bugün Çislağa 2021 yıl 4. ayının 20. günü hürmetlik vatandaş. Yukarı leksiyimizin devamı. Yukarı leksiyimizin devamı. Endeki mavzumunda hürmetlik vatandaşı. Aksaray Devlet Bexatarligi maslahatchisi mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi Afg'onistondan chekingandan keyin Afg'onistonning ichki qismida nima ish yuz berdi kapolat berolmaymiz yoki kapolat qilolmaymiz. Mavzuli xabar 4 ayning 19 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Washington Aksaray bir nafar yuqori darajalik amaldor bundaq ko'rsatdi. Amerika prezidenti Joe Biden 9 ayning 11 kuni 2500 dan 3500 gacha bo'lgan askariy qismlarni chekindirib chiqqan hamon uzun muddat davomlashgan Afg'oniston urushi oxirlashdi. Shuningdek keyin Afg'onistonning ichki qismida ish yuz berdi. Ichki qismida nima ish yuz berdi? Kechiringlar. Hech kim bir nima deyolmaydi. Aksaray Devlet Bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan Pokis xabarlari muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Men Afg'onistonning ichki qismida nima ish yuz beradiganligi to'g'risida kapolat qila olmayman. Hech kim ham kapolat qila olmaydi. U mundaq ko'rsatdi. Amerika qila oladigan bir ish Afg'oniston bexatarlik qismlari Afg'oniston hukumatini va Afg'oniston xalqini moddiy yordam bilan ta'minlash, askariy qismlarni tarbiyalash va qurollantirish va ularning hukumatiga yordam berish. Biz bu ishlarni allaqachon qilib bo'ldik. Hozir endi Amerika armiyasining qaytib keladigan vaqti yetib keldi. Afg'oniston xalqi o'rnidan dast turib, o'zini qo'g'daydigan vaqt yetib keldi. Prezident Joe Bidenning Afg'onistondan askar chekindirishi Washingtonda o'xshash bo'lmagan inkas qo'zg'adi. Senator James McConnell bu intayin og'ir xatolik, düşmanga yuzlangan chekinish deb ko'rsatdi. Senator Graham Afg'onistondan chekinish intayin ahmoqlik va xatarlik, jon oladigan ish dedi. Hatto ba'zi demokratlar partiyasining a'zolari Afg'onistondan askar chekindirish qaroridan ansirashga boshladi. Senator Robert Menendez shundoq ansirdi. Bu senator mundaq ko'rsatdi. Amerika balki biz yetmoqchi bo'lgan nishonni yo'qotib qo'ydi deb ansirayman. Davlat majlisining yana boshqa a'zolari Afg'onistondan askar chekindirish, Afg'onistonni yangi terroristlarning panohlanadigan joyiga aylantirdi deb ansirdi. Devlet Meclisi'nin yana başka a'zolari Afg'onistondan askar chekindirish, Afg'onistonni yangi terroristlarning panohlanadigan joyiga aylantirdi deb ansirdi. Kechiringlar. Takror o'qib ketib qoldi. Jack Sullivan CNN boshqa ziyorat qilgan jarayonda Amerika Afg'oniston urushida g'alaba qildimi deb savol qo'yganda Jack Sullivan mundaq javob berdi. Devlet Bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq javob berdi. Amerika bazı teşkilatının mevcutluğunu tüvelletiş orqali
2011-yili bazı teşkilatının rehberi Osama Bin Ladenni bir taraf kıldı. Devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi Afg'onistondan chekinadigan chaqda shuni tunib yetdiki, biz kelgusi 20 yil ichida Afg'onistonda yuz beradigan kurashga diqqat qilamiz. Herkes o'tib ketgan 20 yilga emas. Biz kelgusi herkes o'tib ketgan 20 yilga emas, balki kelgusi 20 yil ichida Afg'onistonda yuz beradigan kurashga diqqat qilamiz. Devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda muxbirning Amerika 2011-yili Iroqdan askari chekindirgandan keyin İslam Devleti qurolli qismlarining Iroqni egallaganligidan iborat ko'nikatanga tushib qolamdi. Shu chaqda Prezident Obama Iroqqa yana yangidan askar avatgan edi. Shunda ko'nikatanga Amerika yana tushib qolamdi deb savol qo'yganda Jack Sullivan undaq ko'rsatdi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.